Eng katta omonat bu bizni dinimiz azizlar. Din musulmon ummatiga omonat. Biz omonat deganda kimdandir olgan haqni o'zini tushunmasligimiz kerak. Omonat keng ma'noda. Alloh Qur'onda aytadiki, biz omonatni osmonlarga, yerga, tog'larga taklif qildik. Lekin ular buni og'irligidan bosh tortdilar. Undan qo'rqdilar. Biz bu omonatni insonga berdik, u ko'tardi. Darhaqiqat u o'ta o'ziga zulm qiluvchi va johildir. Ya'ni inson mana shu omonatni qabul qildi. Endi bu yog'iga omonatni mahkam ushlashlik kerak. Din omonat. Mana shu omonatni bizga 14 asrdan beri yetkazilib kelyapti. Dinda biz imkon qadar shunday bir ushlashimiz kerakki, dindor bo'lganligimiz uchun, musulmon bo'lganligimiz uchun faxr qilishimiz kerak. Va hech qachon dinimizni azizlar boshqalarga xunuk ko'rsatmasligimiz kerak. Omonat deganda yana bitta omonat bor. Bu ikkinchi bir omonat dindan keyin farzandlarimiz bizga omonat. Farzand Alloh taolo tomonidan berilgan omonat. Esimizdan chiqarmaylik. Ko'zimizni quvonchi albatta, qalbimizning mevasi, lekin shuning bilan birga u bizga omonat. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom bir hadislari bor. Kullu mavludin yulad alal fitrati dedi. Dunyoda tug'iladigan bola borki azizlar, qarang, tug'ilganda fitratda tug'ilar ekan. Kimi bolasi bo'lsa ham, musulmondimi, yahudi, nasroniy, majusiy, kimi bolasi bo'lsa tug'ilganda pokiza fitratda tug'ilar ekan. Ammo ularning ota-onasi o'z dinida tarbiya qiladi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. O'z dinida yahudi qiladi, nasroniy qiladi, majusiy qiladi. Demak, bizga ham berilgan omonat bolalarimizni musulmon qilib tarbiya qilish. Mana bu omonat. Ehtimol hozir buni yoshlarimiz, aytaylik, bu mustaqillik davrida, din erkinligi davrida tug'ilganlar ko'p ham tushunmas buni mashaqqatini, lekin avvalgi tuzumda yashab o'tganlar, o'sha ateistik tuzumni qurboni bo'lganlar, bizdan katta yoshdagilar bugun ota-onalarimizga qanchalik darajada minnatdor bo'lishimiz kerak ekanki, har bir burchakka din afyundir degan shiorlari ostida bizni musulmon qilib tarbiya qilishgan ekan. Shu qiyin davrda ham azizlar, o'sha eng dahriylik tuzumi rivojlangan paytda ham alhamdulillah yurtimizda biror o'g'il bola besunnat bo'lmadi, biror musulmon bejanoza ko'milmadi, birortasi benikoh turmush qurmadi. Shu ajdodlarimizning xizmati shu. Bugun esa bizda qadriyat, hamma narsada imkoniyat. Shunday ekan, biz bolalarimizni yaxshi fitratda, din fitratda katta qilishligimiz va shuning bilan birga ularga go'zal odob va axloqini berishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, farzandni omonat haqida gapirib, ota-ona farzandiga go'zal odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi. Birinchi o'rgatiladigan narsa odob. O'shuning uchun ham bolalarga birinchi o'rgatadigan gaplarimiz kalima bo'ladi. Undan keyin salom berish bo'ladi, odob, axloqni o'rgatamiz. Mana bu narsa eng buyuk narsa.